Assalomu alaykum. Meni o'g'lim 2020-yili tug'ilgan. Asadulloh 34-35 haftalik tug'ilgan meni o'g'lim. Bu bolani tashxisi ZPRR deb qo'yishgan. Aqliy va nutqiy orqada. Alhamdulillah biz Apple mahsulotlarini ichib, meni o'g'lim ancha o'ziga kelib rivojlanib qoldi. Hozir yugurib yuradi. Allohga shukr, biz bu mahsulotlarni 5-6 oydan beri ichyapmiz. Natijalarimiz yaxshi. Biz ko'p shamollab uyda pashti bo'lmasdik. 2-3 kunga mehmonga kelib, yana banisada bo'lasidik. Ko'p antibiotik, gormonlar olganligimiz sababli qo'shimcha kasalliklar kelib chiqqan, qon kasalligi, buyragimizda kista, qo'shimcha kasalliklarimiz ko'payib ketgandan bola ancha orqada qolib ketuvdi rivojlanishdan. Allohga shukr, mana Apple mahsulotlarini biz olib ichirib, hozir ancha yaxshi o'zgarishlar bo'lyapti. Nutqan, aqlan rivojlanishlarimiz yaxshi. Biz oilamiz bilan o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz shu Apple kompaniyasiga. Yasadingizmi? Nechaga kirdingiz? 5 ga 5? 5 10. 4 ga 4? 4